Navbatdagi obyektda sokol ishlarini amalga oshirib berganman. Nazarbek harakat mahalla bo'lyapti. Mana shunaqa yangi qurilgan ikkita uchastkamizni fasadini qilib berganman. 50 metr Mongolia bilekdan chiqarib berilgan. 62/20 kerama granit O'zbekiston Qo'qondagi chaqlanadigan versiyasi mana. Pastkalarga bitta baho berib qo'yasizlar. Idealniy bo'lgan hammasi shunaqa. 50 metr xuddi shunaqa pastga ketgan shapkasi. Dizayni qanaqa bo'lyapti mana. Balandligi 1.10 bo'lyapti. Ikkita list ketgan bu kafil 62/20 dan ishlatilgan. Ko'rayotganinglarda 60 dan 10 ni kesib tepaga berganmiz. 60 dan 15 kesib tepaga berganmiz. O'zini atxoti pastga ishlab ketgan. Zavod o'shanda bu yoqqa ishlayapti. Oyna bo'lib ketyapti, qaranglar. Dodda. Tepasiga 5 plintus buni chaqlamadi. Men atay qo'lni kesmaydi. Usti travertin bo'lib ketyapti ertaga kelib. Va xolos ular ham ish boshlashadi. Bitganda ham obzor qilamiz fasadlari bilan.